Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men azaliy tortchiman. O'zbekistonda ham tort qilardim, pishiriq qilardim, topshirardim. Amerikaga kelganimizda 6 oy mehmonxonada kriyushda ishlaganman. 6 oymikan. 6 oymi, 4 oymi ishladik. Keyin tortchilikni boshladim. Ham tortchilikda, ham kriyushda ishlab yurdim. 1 yil o'shanday ikkita ishda ishlab yurdimda, keyin nimadan chiqdim, mehmonxonadan chiqqanman. Bunday bo'lganda kelganim beri, shu 2018-yildan beri tortchilik bilan shug'ullanaman. Kasbim, hunarim deydi-ku. O'zimga yoqadi ishim. Maza qilib ishlayman. Bezash yoqadi, tortni bezash, mana gul qilish, yozish. Ayniqsa yozuvimni o'zgartirib, to'g'rilab, tekislab, rosa chiroyli qilib yozishga harakat qilaman. Menga ishim yoqadi, Xudoga shukr. Maza qilib ishlayman. Odam yaxshi ko'rgan ishida maza qilib ishlaydi. Yoqtirmagan ishida borgisi kelmaydi ishga. Men masalan borgim keladi, kelaman, maza qilib ishlayman. Xudoga shukr. Kasbim tortchi. O'qishga kelsak, kollejda huquqshunoslikka o'qiganman. O'zimcha huquqshunosman deydi-ku. Kollejda iqtisodchi, yo'q, iqtisodchi emas, huquqshunos iqtisodchi degan mutaxassislikka o'qiganman. Shu bilan keyin iqtisodchi hisobchilikka institutga zaochniga topshirganman. U shaxsiy institut bo'lgan, yopilib ketgan. Shu bilan qolib ketgan o'qish. Anavi OILA degan institut bor. Eshitganmisizlar? OILA O'zbekistonda. O'sha institut tugatib, diplomini olganman. 20 yillik diplomim bor. Anavi. Diplomning nomi ZAGS. O'zbekchasiga NIKOH bo'ladi.